Hammaga assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, qadrli fatishlarimiz, mana bugun Dehqonobod tumani Gumbul mol bozoridan syomkani boshlaymiz do'stlar. Bozorimizni ko'rishi, bozor boshini elib qoldi. Narxlar bilan tanishib chiqamiz. Sizga hozir olamiz. Birinchi qismida mol bozor, ikkinchisi qismini ko'rasizlar, qora mol bozor. Aka necha puldan bo'lyapti narxi? Assalomu alaykum. Ko'rimsizlar, charchamayapsizlarmi? Takachami? Ha. 500 ming so'm narx aytilyapti. Bozor qilyaptimi, aytyapsizmi? Bozor 500 qilyapti. Bermayapsiz. O'zingiz necha qilyapsiz aka? Semizda bu, ichi to'la go'sht. Bularchi aka? Aka necha puldan bo'lyapti narxi? Narxini aytib yuboring aka. Bozor necha pulga ko'tardi aka? Bozor 16 ko'tardi. 1.600 mingdan mana akamiz bermayaptilar. Ko'raverasizlar do'stlar. Gumbul mol bozoridan. Mayli, sog' bo'linglar, akalar bozorlaringni bersin. Assalomu alaykum. Aka necha bo'lib qoldi narxi? Bizlarmiz. Demoqchiman. Necha bo'lyapti aka narxi? Qaysi? Shu, mana shu ko'taradi, shu nechta sizdan? Ona balami ular? Hammaniki bilmadim, men chiqib keldim. Mana u 1.5 million deyapti. 1.5 million mana. Bolasi bor-a? Egiz bolachasi bor mana, bolasi pastda turibdi do'stlar. 1.5 million aytilyapti, bozor qildimi aka? 1.5 million aytilyapti mana, mol tekin. Yomg'ir bo'lmaganga narx ancha arzonlashib ketganmi deyman mana. Men bir 2 hafta 3 hafta bo'ldi kelmaganimni syomka qilishga. Bunisi-chi aka? Bunisi bilmadim, Ha, bog'lab ketgan. Mayli aka, bozoringizni bersin akajon. Hadi, assalomu alaykum aka. Sizlarni istiqomat chao. Ishlaringiz yaxshi. Necha pul savdo bo'lyapti? Assalomu alaykum. Bu necha pul bo'lyapti narx? 8 dan. Erkaga 8 ming do'stlar, ko'raverasizlar. 8 mingdan bozor bermayapti qo'shchalar. Ekonomi 5 so'radi. Uchtasini bir joyga 2 million 400 ming bo'ladi. Egasi necha pul deyapti? Ega kim ekan? Ega sizmi aka? Qara, bitta gap. Necha pul deyapsiz akajon? Qaysi bir? Lekin 1 milliondan xohlaganini 1 milliondan. Dehqonobodda 1 milliondan qo'ysa sayl olib ketasizlar do'stlar, ko'raverasizlar. Yoqqanlari bo'lsa. Aka izyoqmi qo'ysa sezonga keladiganlar bor-da, Buxorodan keladi, Vodiydan keladi. Telefon nomeringizni qo'ysangiz izini aka kelib telefonlashib olib ketadi. O'tgan yili Buxoroliklarga berdik-da aka. Telefon nomeringiz bo'lsa ayting aka, shunday qo'ysangiz hammasi. Endi o'zi yerarki baribir hammasi. 94lik 94lik 336 336 79 79 ismingiz kim aka? Zafar. Zafar aka. Qayerda mol aka? Obodda moli. Oboddan, Boyqo'rg'on tomonda. Ha, Boyqo'rg'on tomonda. Gapi yo'q, mana akalar ko'raverasizlar. Ha, YouTube'da. Yoqqanlarimiz telefonlashib, izi topilaveradi aka. Albatta. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mayli, bozoringizni bersin. Ana narxlar bilan tanishib chiqamiz. Necha bo'ldi aka, necha bo'ldi? 7,5. 750 mingga mana olibdi akalar. Taka necha bo'ldi? Boybo? YouTube'ga chiqar. 8 ming. Chiqarib. Mana o'zlari. Rossiyaga yurganlar salom aytaylik, bepul aka, hammasi. Aladimi? Bugun chiqarmi, qachon chiqar? Bugun kechqurun xudo xolasa, kechqurun. YouTube quror. Aka necha pul qildi bozor? 750 ming qilyapti. 750 ming qilib bermayapsiz. Qayerda mol aka? Qaraylik. Qaraylik mana. Mayli akajon, bozoringiz bersin. 8 ming akamiz aytayapti, 750 ming bozor qilyapti. Qashda davom etamiz. Aka necha bo'lib qoldi? Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? So'ramayapti hali, sotilmay turibdi. Yo'q, Aha. yomg'ir bo'lmaganga narxlar o'zgarib ketganmi deyman. Mana akalar, bozorda savdo bo'layotgan qo'ylar bor, Dehqonobodda kesalang bo'lmaydimi? Mol arzon. Assalomu alaykum. Bu necha pul ekan narxi? Bu 7. Yana bala? Uni bo'ydoqchasi-chi? 300. 1.300 ming so'm. Ha do'stlar. Yosh qo'ysa erkakmi, urg'ochimi bu? Urg'ochi. Bozor necha pulgacha bordi bu? Bozor 1.350 qilyapti. 1.350 ming so'm qilyapti. Unisini-chi? Uni 1.100 qilyapti. 1.50 qilyapti. $100 ga. Mayli, bozoringizni bersin. Aka necha pul aka? Assalomu alaykum. 1.5
1,5 million ona bola qo'ydi ko'raverasizlar. Yosh qo'y mana dehqonotda. Qo'ysi erkak urg'ochimi akajon? Urg'och. Bozor necha pul qildi aka sir bo'lmasa? 1 million 1 million 100 ming. 100 dollar ko'radi. Gumbuloq bozordan ko'rasizlar, kechqurun YouTube qurol deb kirsalaring, YouTube'ga chiqadi tog'a. 1 million 100 ming so'm bozor baho qilayotgan 100 dollar emasda. Dollar ham 1 million 130 ming davlat kursi, 1 million 135 ming 100 dollar ham emas. Dehqonotda juda arzon. Yomg'ir bo'lmagan hisobda arzonlashib ketgan narxlar kelaverasizlar. Assalomu alaykum. Aka nech pul ekan? Semiz mol bitta sizda bor, bozorga yo'q. Aylandim, semizi yo'q. Nech pul ekan aka? Erkak urg'ochimi? Erkak. YouTube'ga aka u televideniya emas 5 million aholi ko'radi aka shu. 2 deyapman so'raysiz. 2 million. Bozor nech pul qildi? Aka biz narxini tanishib chiqib ketamiz faqat. Keladi chekkadan oluvdorlar keladi. Nech pul oxir so'raganini ayting ha. Oxir savdo 1,5 so'rab ketib bermadi. 1,5 million. Erkak ikkovi ham. Shunday qarang. 1,5 millionga akamiz bermayotgan ekanlar. Yekoni 16 yo'qdan. 16. Do'stlar ko'raverasizlar. Narx-navo juda arzon. Sizlar kim arzon ha? Bir 2 hafta 3 hafta oldin oxirgi marta syomkaga kelgandim. Narx-navo juda qimmat edi. Borali qo'ying. 1 sen ber. Assalomu alaykum. Bu nech pul ekan? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Bozor olmay qoldi. Nimaga endi gapiring. Bunday turing. Bunday ko'zingiz Bozor chaqnab turibdi-da sizda. Sapdan to'lib qo'ying. Gapiravering. Bozor juda ko'p so'rayapti. Nimaga yomg'ir bermayaptimi deyman-da? Ob-havoni mazasi yo'qda shuning uchun bo'lmayapti. 5000 berib bir duo beraylik-da. 5000 berib bir duo beraylik. Bu nech pul qildi bozor? So'ramayapti bolam. Nech pul narx aytyapsiz o'zingiz qamayli? Balajon. Mana bu inson yaxshi inson emas. Nimaga? Bu kishi bilan bizdan o'tayapti. Shu uchun yog'ingarchilik bo'lmayapti. Ko'p yo'lga gapiradi. Bu kishini Xushini o'tgan syomkaga kelganida qo'yganimda bu tog'ani. Mana u ko'p yo'lga gapiradi. Uni gapiga ishonch. Shuncha Alloh qilmasdi. Seni ma'lum sotib beradi faqat nima qilsin deyapti. Allaydi, nima qilaylik balam. Rossiyada yurganlar bo'lsa, chetda yurganlarga salom aytaveringlar. Salomlarni bepul yetib boradi. Ismini aytaveringlar. Bobur boy salom. Qayerda bo'lsalar omon bo'ladi. Mayli, sog' bo'linglar. Bu siznikini nech pul qildi, bu? Bu siznikini nech pul narx qildi? Narx qildimi xatami? Bizniki so'ramayapti. Nimaga? Padarkaga ber deyapti balam. Mana u hamsangizni ham siznikini ham padarkaga so'rayapti. Odamlarga ham isof qolmabdi. Bir normal narx so'ranglar, xatami. Ay yasha. Bu nech pul bo'lyapti narxi? Assalomu alaykum. Nech pul ekan narxi? Shu burun. Narximi? 18,5. 18,5 bo'lib mana balam. 18,5 so'rayapti. Mana ko'raverasizlar, dehqonobod Buloq ol bozorida. Mana yashaydi. Ko'ring aka, mana baraka oldi desa, darvozasidan 100 so'qatmay qo'yib. Bor baraka mana. Bor dan savdolarni ko'raman, yo'q savdolarni. Pishgan savdo olib qo'ying. Millionga ona bola qo'yadi. Bor savdo. Shunda tarif chiqdim 1 million 100 ming qilyapti deydi. 1 million 100 mingga. Ha, ona bola, to'g'ri. Ona bola bolasi bilan turibdi. Mayli bozorlarga bersin. Nech pul qildingiz? Ekoni bir joy so'radingizmi? 1 million 850. Yashang otangizga rahmat. 850gimiz olmuş barakası. Sağ olsun. Sanang o'rniga 20 mingga qiynalmang. Qiziq ustiga bosib boring. Olmuş. Sayma. Bering aka. Aka, Bunday, buni yo'q. Bering aka. Yer bir-birimiz bilan o'yib Ya, aka, uni menga mana. O'zingiz bilib turasiz, mushtagini qo'y, mayda qo'y. Insof sari aytsangiz olib ketaman aka. Bo'ldi. 19 dan 20 ming so'm ekoviga 10 ming siylab bersangiz baraka oldim, men ham nomard kelmayman aka. Bittasini chegini o'tib berasiz 19 dan baraka oldim. Kaziklar endi savdosi, shuncha savdosini oldim. Millionga 9 bo'ladi yoki quyuq suyuq 9,5 dan bo'ladi. Bor baraka desangiz ana oldim.
Aka bitta gap. Maydalamayman, vaqtingiz olmay. Bitta gap, maydalamayman. Hurmatsiz 19 bo'lsa baraka, 100 so'm ziyod bo'lsa soting. Bor baraka deb oldim. Aka, 19 bo'lsa baraka oldim. Bering. 1 millionga 900 bo'ladi. 1 millionga 900 bo'ladi. 1 millionga 900 bo'ladi. 900 ming. Tag'i zo'rbizlar necha berdi narxi? Mana. Ochila kelib ko'raverasizlar. Oldilaringmi? Tag'i nechadan berdi? Necha bo'lib qoldi? Assalomu alaykum. Ikov 1 million so'm mana savdosi bo'lyapti realni. Akalar ko'raverasizlar. Assalomu alaykum. Dimog'i shom, ishlaringiz